Shirinlik sotadigan joy ochganimda aniq shu shirinlikni tayyorlab sotgan bo'lardim. Chunki uncha-buncha shirinlikni ortda qoldirib oladigan, asosi tvorogdan bo'lgan eng zo'r shirinlik deya olaman. Retsept o'zingizga saqlab oling, lekin hech kimga bermang, xo'pmi? 200 gramm elangan unga 100 gramm margarin yoki sariyog' qo'shib, xuddi shunday urvoq hosil qilamiz. Shakar upasi, kakao hamda razrixilitilni qo'shib, bir-ikki aralashtiramiz. Bir dona tuxum sarig'i va 2 osh qoshiq slivkini solib, yaxshilab qo'limizda yumshoq xamir qoramiz. Xamir strukturasi yumshoq, lekin qo'lga yopishmaydigan bo'lishi kerak. Xamir 10 daqiqa tinguniga qadar ichidagi asosini tayyorlab olamiz. 500-600 gramm tvorogga 1 dona tuxum va 1 dona tuxumni oqini qo'shamiz. Shakar va slivkini qo'shib, yaxshilab qoshiq yordamida ezqilaymiz. Agar sizda qo'l blenderi bo'lsa, eng mayin strukturaga ega asos tayyor bo'ladi. Ustidagi kroshkasi uchun shakar, sariyog' hamda un, kakaoni qo'shib, videodagidek holatga keltiramiz. Xamirni qolipga moslab yoyamiz. Tvorogli asosni solib, ustidan olchali konfet ozginadan solib, ustidan kroshkani sepamiz va duxovkaga 45-50 daqiqaga jo'natamiz. Ziyoram Cooking sizni pazandaga aylantiradi.